Agar birovga nisbatan siz qalbingizda nafrat bor, yo'qota olmayapsiz. Masalan, birov sizni xafa qilib qo'ygan, qalbingizda shu nafrat turib, hech sizni tinch qo'ymayapti. Ko'rishganda haligindek munosabatlaringizga sovuqlik tushyapti. Aka-uka o'rtasida bo'lishi mumkin. Xafachilik, o'sha xafachilik ketmayapti. Yo'qotgingiz kelishi mumkin, yo'qota olmaysiz. Nima qilasiz? Biroq o'sha odam haqqiga duo qilasiz. Parvardigor, o'sha birodarimga yaxshilik bergin. Umriga, rizqiga baraka bergin deb duo qiling, qalbingizdan nafrat ketadi. Qalbingizda birovga nisbatan hasad bor. Alloh asrasin, hasad yomon narsa. Hasad Rasululloh akram alayhisalom aytganlar. Hasad yaxshi amallarni o'tinni yo'qotgandek yo'qotadi. Savobingiz tog'day savob bo'lishi mumkin. Dunyoni savobga to'ldirib olasiz, lekin hasad bo'lsa, hamma savoblaringizni xuddi o'rmonga o't ketgandek kuydirib tashlaydi. Hasad yomon narsa. Undan qutulish ko'p odam qiynaladi. Nima qilib qutulsa bo'ladi? Duo bilan. O'sha siz kimga hasad qilyapsiz? Bir hasad birovdan ne'matni ketishini xohlash. Birov puli ko'payib ketyapti. Birovning obro'si ortib ketyapti. G'ashingiz kelyapti. Duo qilasiz, Parvardigor yana ham aziz qilgin. Umriga, rizqiga baraka bergin. Mol mulkini, rizqini keng qilgin deb duo qiling, hasad yo'qoladi. Hasad yo'qolishi u sizga o'zingizga foyda bo'ladi. Hasanotlaringiz saqlanadi va hasad Allohning ne'matiga nonko'rlik, ana o'sha gunohdan qutulasiz.